Bugun siz bilan marketplace'da ishlaydigan 3 bosqichli tizim haqida gaplashamiz. Sizga shunchaki motivatsiya emas, balki aniq ishlaydigan yo'l xaritasini beraman. Videoni oxirigacha ko'rishda davom eting. Marketplace'da har doim ham bir xil tizim ishlamaydi, lekin eng keragi logika bir xil ishlaydi. Sizni asosiy qoidangiz logikani aniq tushunib olish va buni har doim qo'llash bo'ladi. Birinchi o'rinda bu boshlab olish. Boshlab olish hammaga har doim qiyin bo'lgan. Eng katta qo'rquvlar keladigan joy, eng katta qadam tashlash qiyin bo'ladigan joy bu boshlab olish. Agar siz buni boshlab olganingizdan keyin kichik qadamlar bilan bu sohani o'rganib oladigan bo'lsangiz va qaysi etapda qaysi ishni qilishingizni aniq rejasini tuzib oladigan bo'lsangiz, siz bemalol natijaga yetib olasiz. Eng asosiy maqsad nima bo'lishi kerak? Bu siz pul topish emas, balki bu sohani eng chuqur mutaxassisi bo'la olishingiz, eng zo'r analitik, eng zo'r marketplace bo'yicha tahlil qila oladigan va dunyo marketplace'larini ham to'g'ri tahlil qila oladigan inson bo'ladigan bo'lsangiz, sizda eng muhim qoida, ya'ni boshlab olish bo'ladi va undan keyingi qadamlarni siz bemalol davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Siz har doim boshlashda qo'rquvlaringiz bilan yuzlashasiz. Har doim bitta qo'rquv bo'ladi. Hozir boshlasam, pul yo'qotib qo'ysamchi? Hozir boshlasam, bunaqa bo'lib qolsachi? Hozir boshlasam, tovarlarim qolib ketsachi? Hozir boshlasam, bu qadamlardan o'ta olmasamchi degan qo'rquv bo'ladi. Qo'rquvlarni yengishni eng zo'r yo'li bu qo'rquv bilan yuzlashish. Qachonki siz qo'rquvlaringiz bilan yuzlashib, o'zingiz xohlagan yo'nalishni boshlab oladigan bo'lsangiz, bu siz uchun eng katta yutuq bo'ladi. Eng asosiy qoida boshlaganingizda kichik qadamlardan boshlash, minimal riskni hisoblash, balki katta qadamga tashlamasdan, katta rejalarni qilmasdan turib, birinchi o'rinda kichik qadamlar bilan katta natijaga harakatlanish eng muhim qoida bo'ladi. Eng keragi boshlab oldingizmi, undan keyingi qadamlar siz uchun oson bo'ladi. Ikkinchi qadamingiz bo'lsa, bu eng keragi algoritmni tushunib olish va to'g'ri tovar tanlash. To'g'ri tovar tanlashda siz nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Birinchi o'rinda mavsumga va bu tovarni siz his qila olishingiz kerak. Ya'ni siz qalban his qila olgan mahsulotnigina yaxshi sota olasiz. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, men sotuvchi bo'lmaganman, men hech qachon mahsulot sotib ko'rmaganman, nima sotaman, qanaqa qilib sotaman degan savolni o'zi uchun qo'yadi. Birinchi o'rinda har doim yodda tuting, siz hayotingizda duch kelayotgan har qanday holatdagi buyum bu mahsulot bo'la oladi. Bu mahsulot sizni ehtiyojingizni yechimini bermadimi, demak boshqalarga ham yechim bera olishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, misol tariqasida sizga aytaman, siz uy bekasiz va ko'proq vaqtingiz oshxonada o'tadi. Oshxona uchun ishlatayotgan dasturxoningiz ham bu mahsulot hisoblanadi. Oshxonada ovqat uchun ishlatayotgan cho'michingiz, qoshiqingiz, stakaningiz, tarelkangiz bular hammasi mahsulot hisoblanadi. Agar siz qanaqadir soha vakili bo'ladigan bo'lsangiz, sohangizga oid olayotgan mahsulotlaringiz, ishlatayotgan buyumlaringiz, bularni hammasi mahsulot hisoblanadi. Shuning uchun hech qachon qo'rqmang, mahsulot tanlayotganimda bu sotiladimi deb. Hamma mahsulotni sotish imkoni bor. Faqatgina bu mahsulotni siz his qila olishingiz kerak. Siz vaqtida mahsulot tanlay oldingiz, mavsumni to'g'ri tanlay oldingiz, to'g'ri analiz qildingiz, mahsulotni sotuvga chiqardingiz. Endi keyingi qoida bu algoritmni to'liq tushunib olish. Algoritmni tushunib olish uchun sizdan juda ham katta bilim emas, balki tajriba talab qilinadi. Agar siz tajribaga ega bo'ladigan bo'lsangiz yoki tajribasi bor inson bilan birga boshlaydigan bo'lsangiz, bu xatolarni kamaytirgan holda bemalol biznesingizni yo'lga qo'yib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Algoritm haqida mana shu videoda sizga to'liq tushuntirib berganman. Bu videodan keyin uni ham ko'rishni tavsiya qilaman. Algoritmni to'g'ri tushunib olish, tovarni to'g'ri tanlash va eng kerakligi tovarni to'g'ri vaqtda qo'yish siz uchun eng katta yutuq bo'ladi va biznesni boshlab olganingizdan keyingi qadam bu sizda keyingi bosqich, ya'ni o'sish bosqichi bo'lishi mumkin. Siz eng keragi boshladingiz. Uni qanaqa ishlashini tushunib oldingiz, qanaqa mahsulotni sotishni o'rganib oldingiz. Endi keyingi etap esa siz kengaymoqchisiz. Ya'ni buni asosiy biznesga aylantirishingiz, masshtablashtirishingiz, komanda yig'ishingiz va doimiy daromadga aylantirishingiz mumkin bo'ladi. Eng keragi siz boshlab oldingiz. Bu sizni eng katta yutug'ingiz bo'ladi.
boshlab olganingizdan keyin tizimni qanaqa ishlashini, algoritm qanaqa ishlashini, mahsulotni qanaqa qilib qo'yishingiz kerakligini va siz qanaqa qilib pul topishingiz mumkinligini anglab olganingizdan keyingi qoida bu siz uchun doimiy daromadga aylanadigan biznes yaratish. Boshlash bu biznes yaratish emas, balki tushunib olish, o'rganib olish, prosta mahsulot qo'yish bu biznes yaratish emas, balki 3-bosqichda siz biznesni yarata olgan bo'lasiz. 3-bosqichga o'tganingizdagina. Bu nima bo'ladi? Sizda aniq strategiyani tuzib olish, tizimni yo'lga qo'yish, komanda shakllantirish va buni doimiy biznesga aylantirish uchun sizda xohish bo'lishi. Agar siz haqiqatan ham o'zingiz uchun biznes yaratmoqchi bo'lsangiz, bu soha sizga yoqqan bo'lsa, eng muhim qoidalardan bittasi strategiya tuzish. Ko'pchilik strategiyani qanaqa qilib tuzaman, qanaqa qilib qilaman deb juda ham ko'p o'ylaydi. Siz bu qadamlarni boshlashni qildingiz, tovar sotishni o'rganib oldingizmi? Endi strategiyani qanaqa qilib tuzasiz? Demak, siz tushunib oldingiz. Sistema qanaqa ishlaydi, sotuv qanaqa bo'ladi, bu bozor o'zi qanaqa, marketplace'da masalan siz hozir uzumga kirdingiz, uzumni o'rgandingiz. Endi keyingi strategiyalaringiz nima bo'ladi? Uzumdan aytaylik, siz oyiga 10 million, 20 million yoki 100 million yoki 1 milliard оборотga chiqdingiz. Xo'p, keyingi qadamlar nima? 5 yilda qaysi qadamga bormoqchisiz? 5 yilda qancha оборот qilmoqchisiz? Va faqatgina uzumda qolasizmi yoki balki boshqa marketplace'larga o'tarsiz? Bo'lishi mumkin hozirgi kunda Yandex, Wildberries, Ozon, Kaspi shunga o'xshash marketplace'larda aynan qaysi vaqtda bo'la olasiz, qaysi vaqtda bo'lishni xohlaysiz. Bularni albatta strategiyasini qiladigan bo'lsangiz, siz orqaga qaytib 5 yillik rejani, 10 yillik rejani qilib, orqaga qaytgan holda qadamlaringizni maydalab yozib chiqishni tavsiya qilaman. Chunki bu qadamlardan nima uchun siz buni eplay olasiz? Sababi siz boshlab oldingiz. Buni o'zingiz qilib ko'rdingizmi? Demak, sizga oson bo'ladi komanda yig'ish. Qachonki inson o'zi qilib ko'rgan ishda, o'zi xohlagan, o'zi bosib o'tgan qadamlarni boshqalarga tushuntirganda ular natijaga erishishiga ishongandagina kuchli jamoani yig'a oladi. Boshlab olish, algoritm tushunib olish, mahsulot sotishni ko'rib olish bo'ldimi? Undan keyin siz ko'proq masshtabga urg'u bering va tizim, strategiya va bu ishni qilib ko'rgan inson bilan o'tish haqida o'ylashni tavsiya qilaman. Agar siz mana shu 3-bosqichni to'g'ri bajara oladigan bo'lsangiz, bu biznesda siz bemalol masshtab qilib, biznesni asosiy daromad manbaiga aylantirishingiz mumkin bo'ladi. Mana siz bilan 3-bosqichni ko'rib chiqdik. Bu birinchi bosqich albatta boshlab olish. Qo'rquvlaringizni yengdingiz, boshlab oldingiz, ya'ni qadam tashladingiz. Ikkinchi bosqich qilib ko'rdingiz, bajardingiz, natija qila oldingiz. Bu sizni katta yutug'ingiz. Siz boshladingiz va natija qila oldingiz. Endi keyingi bosqich esa albatta o'sish. Buni asosiy daromad manbaiga aylantirish. Mana shu 3-bosqichni ketma-ketlikda to'g'ri bajaradigan bo'lsangiz, siz eng katta biznes egasiga bemalol aylana olasiz. Mana shu 3 bosqichni o'zini tajribasida qo'llab, natijaga chiqqan shogirdlarimni qadamlarini keyingi videoda sizga to'liq yoritib beraman. Shu kabi ma'lumotlar sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'ling.